Sizni avtomobilingiz mexaniku, lekin har skor almashtirganingizda yoki birga urib razgam olyapti turganingizda xuddi shunaqa temirda shaqillagan ovozi chiqyaptimi? Unda siz korobka almashtirishga shoshilmang. Videoni ko'rib turing, buni aybini o'zingiz ham bilib olasiz. Sizni korobkangizdan chiqyapti turgan noxush ovozga sabab bo'ladigan detal bu ichkari granata. Ana luft o'zlaring ham ko'rishingiz mumkin. Luft juda ham kattalashib ketgan. Buni sababi ichki qismida, ya'ni litol yog'i qolmagan. Shuni hisobiga har razgam olganingizda yoki har skor almashtirganingizda siz avtomobilingizda diqqillab, xuddi temirga urilganda shaqillagan ovoz chiqib, sizni har xil noxush holatlarga soladi. Bu ichki granatani almashtirishga shoshilmang, buni o'zini to'g'irlasa bo'ladi. Men to'g'irlash yo'lini aytganimcha, siz videoga bitta like bosib, albatta profilga obuna bo'lib qo'ying. Bu granatani ichiga oddiy moyini to'ldirib, yaxshilab joyiga qotirib yig'ilsa, sizdagi bo'layotgan turgan noxush holatlar mutlaqo yo'qoladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.